Assalomu alaykum hammaga sizlar bilan Azizbek YT Brian kanali. Oxirgi videorolikimizni ko'rganimizga 17 kun 2 soat bo'libdi va bugun sizlar bilan AI yordamida qilsa bo'ladigan oson 3 ta short yo'nalishini ko'rib chiqamiz. Umid qilaman videoroligim sizga manzur kelar. Sababli ham like, obuna bosib turinglar va hozirgi yo'nalishlarimni ko'rsatishni boshlayman. Xo'sh, birinchi kanalimiz Rio Films deb ataladi. 120 ta video bilan salkam 3 million ta obunachi urib qo'yibdi. Xo'sh, ko'rishimizdan mumkin, analiz qiladigan bo'lsak, bu yerda asosiy qahramon maymun. Nafaqat balki O'zbekistonda, balki chet elda ham juda ham katta mashhurlikka erishyapti. Ko'rishingiz mumkin, maymunni har xil vaziyatlarda qo'yib chiqqan. Bu yerda suvda bo'lsa, bu yerda skateboard uchyapti va prosmotrlarga bir e'tibor berib qo'yasiz. Va bu juda ham zo'r prosmotrlar olyapti. Eng mashhur videoroligi Karl 200 milliondan ziyod prosmotr olibdi. Prosta dahshat. Xo'sh, kanalni ochilganiga keladigan bo'lsak, kanal 2025-yil 21-martda ochilgan ekan. Xo'sh, birinchi videorolik yuklagan sanasini tekshiramiz. Mana shundan tekshiraylik. Xo'sh, birinchi videoroligini 16-aprelda yuklagan. Ko'rishingiz mumkin. Buni qilsangiz bo'ladi. Faqat siz maymun emas, boshqa bir hayvonni tanlang va o'shani asosiy qahramon qilib har xil voqealar yuz berdiring. Misol uchun, mana bu yerda nima qilyapti? Maymunlar to'dasi kelyapti. Xullas, o'zingiz kreativ bo'lishingiz kerak. Buning uchun qanaqadir ideya o'ylab topishingiz kerak. Mana bu yerda kuryer bo'lib ishlayapti. Shuni o'zi 20 million urib qo'yapti. $1000 pul-da bu ham. Kam summa emas u ham. Xo'sh, shunaqangi qilib bosh qahramon qilib bu yerda ishlasangiz bo'ladi. Albatta buni yasalishi sun'iy intellektda bo'ladi. Keyingi videorolikimizda agarda sizlarga qiziq bo'lsa, shularni birortasini yasab ko'rsataman. Xo'sh, keyingi videoroligimiz bu ruscha, lekini bor. Lekini shundaki, biz buni ingliz tilida qilsak bo'ladi. Bu asosiy mazmun bu yerda o'simliklar nimalar emas. Bu yerda muammolar. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, oldin boshqacha video chiqargan ekan bu akamiz. Xo'sh, hozir ko'rsataman sizlarga bitta videosini. Mana. Хватит совать меня. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda aytayapti, mana bu nima qilsa qizib ketadi deyapti. Shunaqangi qilib nimaga qilsa yong'in chiqib ketadi. Shuni biza ingliz tiliga ko'chirsak, bu yaxshi prosmotr oladi. Mana shunaqangi muammolarni rus tilida qilib chiqqan bu endi biza ingliz tilida qilsak yaxshigina ko'rishlarga ega bo'lamiz. Mana buni xullas shunaqangi yo'nalish bu. Bu 104 ta videorolik bilan 60 ming ta obunachi chiqgan. Asosiysi bizaga obunachi emas, prosmotrlar million ta urgan. Mana bu, mana hozirgilari ham kam emas bular ham. Xo'sh, kanalning ochilgan sanasi 24-yil. Lekin o'zi yaqinda video qo'yib boshlagan, sun'iy intellektga o'tgan. Mana shu yerdan boshlab bu yog'i boshqacha yo'nalish bo'lgan. Xo'sh, uchinchi yo'nalishimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda kam videorolikni tanladim. Sababi atiga 8 ta videorolik bilan ham siz kattaroq natijaga erishishingiz mumkin. Aynan bu sun'iy intellekt yo'nalishida. To'g'ri, endi bu hammada har xil kechadi. Lekin muhimi harakatdan to'xtamaslik. Xo'sh, ko'rishingiz mumkin, birinchi videoroligini o'zidanoq portlagan bu kanal. Xo'sh, mana bu kattaroq prosmotr olibdi. Bu yerda mana bu K-pop, ya'ni musiqa qahramonlarini qanaqadir vaziyatlarga solgan. Bularning barchasi sun'iy intellekt. Xo'sh, 2,5 million prosmotr olibdi. 5-yanvarda qo'yilgan videorolik. Albatta bunda monetizatsiya bo'lishi kerak. Xo'sh, kanalning ochilgan sanasiga keladigan bo'lsak, kanal ochilgan sanasi 2026-yil yaqinda ochilgan kanal, 1-yanvarda. Xo'sh, ko'ramiz. Hozir 18-yanvar, oradan hali ko'p vaqt o'tmagan va natijani ko'rishingiz mumkin. Menimcha sun'iy intellektga o'tish davri keldi. Agarda sizga shunaqangi sun'iy intellekt bo'yicha videoroliklar yasash qiziq bo'lsa, kommentariyada plus qoldiring va albatta keyingi videoroligimiz shu sun'iy intellekt bo'yicha ishlash darsligi bo'ladi va albatta men sizlarga iloji boricha shu bepul sun'iy intellektlardan ko'proq foydalanish yo'llarini topib kelaman. Chunki o'zbeklar mana bunaqangi sun'iy intellektlarga pul tikishni yoqtirishmaydi. Va bu rost.
Xullas hammaga rahmat. Sizlar bilan Azizbek KT Brain kanali bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha hammaga